o'tdi. Bayramni yaxshi o'tkazing. Prezidentimizga rahmat. Muhtaram prezidentimiz sizga e'tiborga olib, bayramga sovg'a yuborish bilan. Prezidentimizga rahmat. Doim sog' bo'l, salomat bo'ling. Bizni mana shu deb hurmat qilib, bizni yo'qlab, mana shunday yaxshi kunlarimizga navbatda doim sog' salomat bo'lsin. Prezidentimizdan ertangi Qurbon hayit bayramiga tabriklab, sizlarga shunday berib yubordi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Prezidentimizga rahmat. Bu prezidentimizdan ertangi bayram Qurbon hayiti uchun sizlarga arzimiz bo'lsa ham sovg'a sizlar. Prezidentimizga rahmat. Shuncha bizdan o'ylab, yordam ko'maklar ajratgani uchun, hammani tashvishida yurganlari uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat. Mana shu Qurbon hayitlar yurtimizga, hammamizga, bola chaqamizga tinchlik osoyishtalik olib kelsin. Bu sovg'a prezidentimiz tomonidan sizlarga Qurbon hayitiga berilgan sovg'a. Hurmatli prezidentimiz omon bo'lsinlar. Har bayramlarga bizni yo'qlab, mana shunday yordam qilib turadilar.